Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi garelkalarimizni ham tayyorlab oldik. Bu garelkalarimiz retortning garelka. Polsha texnologiyasi bo'yicha yasalgan. Mana ko'rishlaring mumkin. Garelkalarda chugunlari ham mana sifatli qilib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu garelkalarimiz bizda sotuvda bor. Mana e'tiborlaringizga mana chiroyli qilib qo'yilgan, kачественный, Polsha bilan birga bir qilib. Motor reduktorlari ham mana двойной bo'ladi. Shinaklarini ham o'zimiz egamiz, uzilmasdan oltili listda qilingan bo'ladi. Ancha-muncha ko'mirni maydalab olib kirib ketaveradi. Bu garelkamiz komplektida двойной reduktor motori bo'ladi. Shinaka plus garelkasi o'zimiz yasagan miya. 25 kilovatligimizning narxi $420 boshlanadi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Bu garelkalarimizni polniy boshidan oxirigacha o'zimiz yasaymiz. Shinaklarimizga ham garantiya beramiz. Egilib, bukilib ketmaydi. Oltili listda qilingan, ancha-muncha ko'mirni maydalab tashlaydi. Mana yasalish jarayoni mana shunaqa holatda yasab chiroyli qilib qilamiz. Shinaklarimizni ham mana ko'rsataman hozir. Shinaklarimizni buni mana bunday qilib bukib olamiz. Bitta butun bo'ladi. Umuman ulangan joyi yo'q. Bunker deydiganlarga bunker отдельно yasab beramiz. Uni katta kichikligiga qaraladi. Eng kichkinasi 900 mingdan boshlanadi. 15 kilovatdan 25 kilovatgacha qo'ysa bo'laveradi. Undag'ini endi katta kichikligiga qarab kelishaveramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa, Nalichida bor bizda bunaqa garelkalardan.